Xorazm viloyatida urologiya sohasida yana bir muhim yangilik. Karavan Medline klinikasiga viloyatda ilk bora reverse operatsiyasini bajarish uchun endoskopik egiluvchan uretroskop olib kelindi. Ilgarilari buyrak toshlarini kesib operatsiya qilingan bo'lsa, keyingi paytlarda biz kesmasdan buyrakka kichkina teshik orqali operatsiya qilardik. Endilikda teshikka ham hojat yo'q. Ya'ni gibkiy uretroskop yordamida siydik yo'ldan kirib borib, buyrakda istalgan qismidagi ko'sachadagi toshlarni olish mumkin. Bu apparatni ustunlik tomonlari juda ko'p. Eng asosiysi teshmasdan qilinadi. Operatsiyada toshlarning qolib ketishi oldi olinadi. Ya'ni bu egiluvchan bo'lganligi sababli buyrakning istalgan qismiga yetib borib qiladi. Bundan tashqari, homiladorlarda, buyrakda kengayishi yo'q bo'lgan toshlarda ham bemalol operatsiya qilish mumkin. Bu gibkiy uretroskopni bizga kelinishi siydik tosh kasalligida, ya'ni buyrak siydik yo'llari, siydik pay toshlaridagi bizlarning imkoniyatlarimizni keskin oshiradi. Siydik tosh kasalligidagi hozirgi dunyo bo'yicha eng zamonaviy operatsiyalardan birisi reverse operatsiyasi endi Karavan Medline klinikasida bajariladi.